Odamlar borki, shu pulga ham Gentra olib yuribdi-da, lekin mana bunaqa Jetour X70 larni 7 kishilik mashinani beradigan pulga kimlardir hozirgacha Gentra olib yuribdi. Bilmadim, kommentda qoldirib qo'ying. Ular to'g'ri ish qilyaptimi yoki aynan 14 ming atrofiga, 15 ming atrofiga X70 sotyapgan lahmola qilyaptimi bilmayman. Kommentda qoldirib qo'yasiz. 2023-yil atiga 41 ming probegida ekan. Ishonavering, menimcha arziydigan holat og'iz jemchug rangli kraska holatlari bitta detalda bor ekan, ko'rsatib o'taman. Qolgan joylari top-toza deyaptilar. Menimcha arziydigan narx bo'ldi. Orqa bagajda kraska bor ekan, lekin bagaj elektropaket ishlab turibdi mana ekan. Hech qanaqa o'sha kraskasini hisobiga yo bagaj kirib ketmagan yoki ishlamay qolmagan joyi yo'q. Aynan 7 kishilik mashinani oilaviy bo'lgan Jetour X70 necha pulga bosib olgan bo'lardingiz? Biz narxini primерно aytib qo'ydim. 5 kulcha do'stlari bor, elektropaket o'rindiqlar bor. Mana elektropaket o'rindiqlar ham ishlab turibdi. Bitta like bosib, obuna ham bo'lmadingiz-ku. Obuna bo'lib qo'yavering, hech qanaqa zarari yo'q. Arzon narxlardagi mashinani yo olasiz, yo ko'rib narxini bilib turasiz. Panorama lyuklarigacha bor. Obshipkalarning ham holatini qarang-da. Bunaqa qirilib, chizilib ketmagan. Bunaqa 43 ming yoki 41 ming probegida mashina yomon ketmaydi. Xullas, adashmasam yo 43 dedilar, yo 41 ming dedilar. Bitta tabloni ko'rib, o'zingiz uchun bemalol tekshirib olasiz. Aynan inomarka namangan kuzatuvchilar uchun. Like bosib, obuna qo'ying, baraka topkir. 14700 ga 7 kishilik Jetour X70 topib qo'ydim. Menimcha arziydigan va srochniy narx bo'ldi.